30 dollarga mana shu instrumentni berib yuboramiz. Nima instrument ekan? Qani qiziqamiz. Mana bunisi ham bor, 55 dollar. Farqi nimada? Ko'ramiz. 48 volt, ikkita akkumulyatori bor. Ko'rishingiz mumkin. Arramiz 30 dollar. Arziydimi yo'qmi? Zaryadniy ustroyствоsi bor. Uyga bitta olib qo'yadigan bo'lsangiz, daraxt shoxlarini kesib, qurigan shoxlarni ham olib tashaverasizlar. Problema yo'q. Men bu bilan brus ham kesib ko'rganman. Brusni ham bemalol kesib bera oladi. Endi bu yog'i bor. Bunisi mana shu zo'r chiqqan. Narxi ham zo'r, o'zi ham zo'r. Bitta ko'ringlar, batareykasini qaranglar, katta. Bunda kichkina batareyka turibdi. Bunda 5 ta yacheyka, bunda 10 ta yacheyka. Ikkita dona batareykasi bor. Ham arra, ham qaychi akalar. Bitta ishlatib ko'ramiz. Qanaqa bo'lar ekan? Hoppa. Hozir bir qo'lda ozgina qiyin bo'lyapti-yu, uni sizlarga ko'rsatish uchun. Knopkani bitta olsangizlar yonadi. Yosh bolalarni oldiga yoki qo'liga berib qo'ymaysizlar, qo'lni ham uzib tashlaydi, lekin shu joyi bor. Shu joyiga ehtiyot bo'lasizlar. Xo'p, bu arrasi akalar. Bu ham instrument. Любой instrument o'zi yosh bola uchun опасный. Faqat bu arralar yoki boshqa narsa emas. Benzopila. Hoppa. Arrasini ham bitta e'tibor bilan kuzatinglar, qanaqa cho'tkimi? Maza, narxi ham 55 dollar. Katta akkumulyatorda ikkita dona, ham qaychi, ham arra, nabo. Qaysi birini olgan bo'lardinglar? 30 dollarga bitta dona kichkina akkumulyator bilan arranimi yoki bo'lmasam arra, qaychi bilan katta batareykalarni olarmi deylar. 55 dollar, 30 dollar. Fikringizni kommentariyada yozinglar. Yoqqan bo'lsa bitta like, bosib esdan chiqmasin.